Assalomu alaykum Mirziyoyev bobamiz. Mana 30-oktyabrdan beri murojaat qilaman. Hali murojaatim inobatga olinmadimi? Kam ta'minlangan oilalar nogiron borlarni birorta inobatga olinmaydimi? Mana Namangan viloyat Uch tumani xotin-qizlar faoli Ahmadalieva Saidaxon oyi Abdurahmonova Marg'ubani lavozimdan ozod qilaman. Vakillarni jo'natuvdilar. Narsalarni olib tashlab, qaytib narsaga chiqmasang, YouTube'ga video bilan chiqmasang, Asha Abdurahmonova Marg'ubani olib tashlayman, arizasini yozadi deb 2 martadan vakillarni jo'natuvdilar. Hali mana darak yo'q, natija yo'q. Nima ularni kam ta'minlangan, ya'ni xohlagancha haqorat qilib, farzandini xohlagan hunarni qilishga haqdormi bular? Mana farzandim qiynalib, boshida bosimi ko'tarilib yotibdi. Hali farzandimni davolatayotganim yo'q. Davolatgan mablag'im yetmayapti. Qachongacha shunaqa bo'ladi? Qachongacha? Qachon ko'rib chiqadi bu masalani? Yo oldingizga Oqsaroyga borsak, keyin hal bo'ladimi? Agar Oqsaroyga boradigan bo'lsak, mayli, endi o'sha oldingizga Oqsaroyga borib, yuzma-yuz o'sha yerda ko'rishimni so'rab, o'sha yerdan murojaat qilib, o'sha yerdan keyin hal bo'lar ekan-da. Beyda mana Ahmadalieva Saidaxon oyi Uch tumani xotin-qizlar faoli hech nima qilgani yo'q. Naborot olib yuribdilar. Oldilarda vakil qilib, yonlariga haligi narsa qilib olganlar shekilda, oldilariga yordamchi qilib. Oliy Senat majlisi de yo shunaqa qarorlar chiqaradimi? Tanzila Narbayeva ham mana ko'rmaganlarmi shunchalik shu xotin-qizlarni shunchalik qiynalayotganini, xotin-qizlar nima qilayotganini qachon inobatga olinadi bu murojaatlarimiz? Yo bizda qala kam ta'minlanganlar, mana shunaqa nogironi bor, qiynalib yashayotgan oilalarni bir tepa o'lsa, jarga ketilaveradimi? Qachon haqiqat yuzaga chiqadi? Mana shunaqa bo'lib yuraveradimi? Naborot Ahmadalieva Saidaxon oyimiz oldilarida olib yuribdilar Abdurahmonova Marg'ubxon oyini. Yaxshi qilding. Mana shunaqalarni olib yuravergin. Deb mana shunaqa qilib olib yurar ekanlar-da oldilarda. Uch tumani hokim rasmiy kanalida ko'rib turibman. Hammasini inobatga olib, nazoratga olib ko'rib turibman. Qachongacha